akalar. Mototsiklda davleniya bor mana, davleniya. Davleniya datchiklar qo'yilgan, davleniya datchik. Oddiy benzinlik Murabey. Datchigi bor, davleniya datchik. Mana qo'yib olsanglar o'zingizlarga yaxshi. Davleniya datchigi ko'rib yurgan yaxshi-da, mashinasi ishlayaptimi, ishlamayaptimi bilish uchun. To'g'rimi, nima dedinglar? Mana shunaqa mototsikllar remont qilish bo'lsa jo'nataverasiz-da. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Yaxshi. Benzinli Murabeylar bo'lsa, olib kelaverasizlar, remont qilib beraveramiz qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa mana bu yoqda motoblok, mototsikl, skuter, kvadrotsikl hammasini remont qilamiz. Mana benzinli Murabey, motobloklar. Bu yoqda mana uzoqdan kelgan motorlar, posilka qilib jo'natib olishadi. Bu yoqda tokli Murabeylar beraveramiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Bularni motoblok, mototsikllarga zapchastlar ham topib bera olamiz. Bor bo'lsa, xudo xolasa, zapchastlarimizda borgan joyimizda bor bo'lsa topib bera olamiz. Keyin shu ko'rib turgan motoblok, mototsikl, skuter, kvadrotsikllarni zapchastga ham olamiz. Manzilimiz Toshkent viloyati, Piskent tumanida. Uzoqdan bo'lsanglar, bunaqa mototsikllarning motorini posilka qilib olishinglar bo'ladi. Maytdan 4 ta bo'lib yechasizlar. Betdan yechib, posilka qilib olsanglar, remont qilib beraveramiz qo'ldan kelgancha. Mana davleniya. Mana shunaqa davleniyali qilib bersa ham bo'ladi, datchik ham qo'yib bera olamiz. Shunaqa gaplar akalar. Libboy mototsikl, skuter, kvadrotsikl, motoblok hammasini remont qilamiz. Xohlasanglar uzoqdan bo'lsanglar, posilka qilsanglar bo'ladi, motorni ham, boshqasini ham. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya qilib qo'yinglar. YouTube, Instagram, TikTok hammasida kanallarimiz, gruppalarimiz bor. Jamol usta deb yozsanglar, kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, sog'-salomat bo'linglar. Ro'zalar bilan charchamanglar. Hamma akalar, ukalar, opalar, singillar, ko'rib turganlar sog'-salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Rahmat hammanglar. Like, podpisatsiya bosish lekin unutmanglar. Akalarga ham jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'ling. Rahmat.